Men do'stlarimga va hamkasblarimga va tanishlarimga ochiq ayta olaman, menda gepatit tashxisi qo'yilganini. Men sog'lom va mehribon oilada ulg'ayganman. Bolaligim baxtli o'tgan. Yaqinlarimning g'amxo'rligi va mehri menga doimo yetarli bo'lgan. 20 yoshimda turmushga chiqdim. Turmush o'rtog'im bilan mehr va o'zaro hurmat bilan hayot kechirdik. Og'ir jismoniy mehnat qilmasam ham, ko'pincha o'zimda holsizlik his qilardim. Ba'zan bosh og'rig'i, charchoq, oshqozon noqulayligi va hazm bilan bog'liq muammolar meni bezovta qilib turardi. 21 yoshimda birinchi o'g'limni dunyoga keltirdim va hayotimni odatdagidek davom ettirdim. Oradan biroz vaqt o'tgach, menda gepatit B aniqlanganligini bildim. Keyinchalik 25 yoshimda ikkinchi farzandimga homilador bo'lgan paytimda menda gepatit D tashxisi qo'yildi. Bu kasallik gepatit B fonida rivojlangan edi. Homiladorligim yaxshi o'tdi, ammo bu tashxis meni juda tashvishga soldi. Shifokorlar va turmush o'rtog'im bu kasallikni davolash oson emasligini, mavjud dori vositalari esa juda qimmat, hatto ba'zan bir uy narxiga teng bo'lishi mumkinligini aytishdi. Shunga qaramay, men davolanish uchun qo'limdan kelgan barcha ishni qildim. Dori-darmonlar qabul qildim, kerakli muolajalarimni oldim. Keyinchalik 3-farzandimni kesircha yo'l bilan dunyoga keltirdim. Homiladorlik va emizish davrlari nisbatan yaxshi o'tdi. Faqat ba'zan charchoq sezilardi. Tashxis qo'yilgach, men shaxsiy gigiyenaga jiddiy e'tibor bera boshladim. Tish cho'tkamni, tirnoq parvarish vositalarimni va boshqa shaxsiy buyumlarimni oila a'zolarimnikidan alohida saqlay boshladim. Avvaliga menga bu ruhiy jihatdan og'ir tuyuldi, ammo keyinchalik bu to'g'ri va zarur qaror ekanini angladim. Qishloq muhitida ulg'ayganim uchun ilgari bunday jihatlar yetarlicha e'tibor bermagan ekanman. Va opam, gepatit qon orqali yuqishi mumkinligi sababli men bu kasallik menga avvalgi tibbiy muolajalar orqali yuqqan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Ammo asli haqiqatni Alloh biladi. Ba'zan biz tashqi ko'rinishdan sog'lom ko'rinamiz, ammo bunday viruslar ichimizda hayotimizga ta'sir ko'rsatishda davom etadi. Bir kasallik ortidan boshqasi ham kelishi mumkin. Shunga qaramay, men o'zimni yaxshi turmush o'rtoq, mehribon ona, sadoqatli farzand, hurmatli kelin va mehribon xola deb bilaman. Men doimo boshqalarga yordam berishga intilaman va buni chin dildan qilaman. Kuch va madadni faqat Allohdan so'rayman. Men davlat sektorida mas'uliyatli lavozimda ishlayman. Tashkilotimiz imijini yaxshilash va sohamizda yangiliklar hamda rivojlanishlarni keng jamoatchilikka yetkazish, ba'zan xizmat safarlariga ham chiqaman. O'z ishimni chin dildan yaxshi ko'raman. Men oilamni qo'llab-quvvatlashga va ularga bor mehrimni bag'ishlashga harakat qilaman. Oilaviy sayohatlar men uchun juda muhim. Men chet ellarga sayohat qilishni, muhim va qadrli joylarni ko'rishni yaxshi ko'raman. Bunday orzularim amalga oshganda o'zimni haqiqatdan ham baxtli his qilaman. Ba'zan oilam bilan chet elga sayohatlarga chiqamiz va shu onlarda o'zimni juda baxtli his qilaman. Shuningdek, hamkasblarim va dugonalarim bilan kafe, restoranlarda mazali dam olib, samimiy suhbatlar qilishni juda yoqtiraman. Hozir men 41 yoshdaman. Ko'pchilik menga yosh ko'rinasiz deydi. Bu esa meni quvontiradi. Sog'lig'imni asrash uchun sog'lom turmush tarziga amal qilaman va to'g'ri ovqatlanishga e'tibor beraman. Muntazam sport bilan shug'ullanmasam ham, har kuni kamida 4000-5000 qadam yurishni odat qilganman. Hayotiy tajribalarim asosida sog'lom turmush tarzi mavzusida ilmiy ish yozishni ham rejalashtiryapman. Men o'z kasalim haqida ko'p o'qiyman. Doimiy o'rganaman va o'zim uchun muhim xulosalar chiqaraman. Eng muhimi, men qalbim tinch bo'lishi uchun o'zim yoqtirgan ishlarni qilishga o'rgandim va bugun men ishonch bilan ayta olaman, men baxtli insonman.